Qani tayyorlanishini birga ko'ramiz. Birinchi muz olamiz. Va klukvalarni, muzlagan klukvalarni solamiz. To'g'ralgan limon, apelsinlarimizni solamiz. Ketdi mana. Olmali marmeladlarimizni solamiz. Bitta, ikkita, uchta farqi yo'q, sovrasizlar. Kuzga qarab. Bangkokka haqiqiy kokos suvini solamiz. Ketdi kokos suvi. Pink peach. Va ketdi bu ham mana. Bezalkogol, italyanskiy shampanskiy, no alkogol. Qizili, oqi. San Pellegrino apelsinligi. Voy ketdi mana bu ham. Lime fresh. Yaxshilab aralashtirib, nima qilamiz? Ichib ko'ramiz dedi.